Assalomu alaykum. Fransiyaga Peret granitsa Italiya. 10 kilometr qolgan Italiyaga. Hozir shu yerga dam olyapman. Parking to'la. O'z chiqish joyiga saqladim. Hozir bitta narsani sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lyapman. Chiqish joyi parkingni qaranglar. Mana bu pas, mana ko'rinyaptimi? Mana Monaco. Ko'ryapsizlarmi? Monaco ana shu yer. En boy Yevropada, butun dunyoda en boy insonlar shu yerga kelib dam oladi. Kino zvezdalar bor-ku, ana shu shaharda kelib dam oladi. Ko'ringlar qanday. Monaco degan shahar shu yerga Fransiya. Hech nima ishlamaydi, adelni. Prezident bitta-yu, lekin adelni respublika unga kiradi-da bu ham. Ko'ryaptimi? Yaxtalar. Yomon chiroyli joy. Men bu yerga yuk olib kelgan yomon chiroyli joy, dahshat. Mana bu yerga ham joyga o'sha parking to'lada, shunda bu yerga qo'yapti odamlar. Hammaga assalomu alaykum. Dam olamiz ertagacha endi. Marhamat, Monaco. Fransiyadan salom, kun qayerdan ko'rsa. Italiyaga kirmasdan shu yerga qoldim bu kecha. Kamalak chiqyapti. 10 kilometr tog'ni o'tamoniga o'sha Italiyaga kiraman. Parking polni shu bu yerga kelyapman. Chiqish joyiga qo'ydim-da. Mana tepadan Monaco qanday chiroyli ko'rinadi. Bu yerga ham kirganman. Bu yerga adelni bizlarga xuddi O'zbekistonda Qoraqalpog'iston bor-ku. Fransiyaga ham shunday adelni respublika bu yer. Kirganman. Sviyaz umuman bu yerga ushlamaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Buni qaranglar. Srednye more. O'rta yer dengizi. Ko'rasizlarmi? Mana bu yer Monaco shahri. Butun dunyo bo'yicha hamma zvezdalar shu yerga keladi. Bu adelni shaharcha, bu hamma boylar kelayotgan joy. Fransiyadan 10 kilometr oldinga hozir granitsa Italiyaga kiraman. Bu manzarani qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Baho beringlar endi bu dahshatga.